Sariq qora libosli Farg'ona jamoasi vakillari hujumlarni oshirishyapti. Abror Ismoilov yaxshi o'ynadi. Zo'r ochib berdi. Xo'sh, zarba bo'lishi mumkin. Iskandarov uradimi? Vau! Jamshidinho! Hozir Iskandarov nima ijro etdi do'stlar? Ha, Alisher Odilov gol muallifi. Hamma uni quchoqlaydi, lekin birinchi bo'lib turib Jamshid Iskandarovning harakatini olqishlab qo'yishimiz kerak. U ijro etdi. Aynan Iskandarovning paydo bo'lgani bu Samuel Babayanni o'ylatish kerak. Mana shu joyda ochib qo'yishdi. Noto'g'ri ofsayd va Abror ham zo'r o'ynadi. Zo'r, qarang. Jamshid out. Ofsaydni ushlagani qarang. Oyoqlar orasidan to'pni o'tkazganiga qarang. Va himoyachilar ola olmaydigan nuqtaga to'pni yetkazganiga qarang. Qarang va qarayvering.